Voy, namuncha advokatni yomon ko'rasizlar? Itingiz o'lib qolsa ham advokat aybdor, mushugingiz o'lib qolsa ham advokat aybdor, davlat yangi qonun chiqarsa ham advokat aybdormi? Bugun bir advokatchasiga sizlarga hazil qilaman. Zararli maslahatlar. Advokat bilan qanaqa qilib munosabatni buzish bo'yicha 10 ta maslahat. Bu albatta hazil, yana ustimdan yozib yormanglar. Qani ketdik. Assalomu alaykum hurmatli kanalim obunachilari, hurmatli tomoshabinlar. Bugun ozgina advokatchasiga hazil qilgim keldi. Bu bir xil advokatlarni, o'shalarning qatorida meni ham bir dilimdagi ozgina dardlarimiz bor. O'shani bir sarkazm sifatida, bir hazil sifatida bugun video qilishga harakat qildim. Ya'ni zararli maslahatlar. Buni qilishingiz shart emas. Ya'ni advokat bilan munosabatlaringizni buzish uchun qilinadigan 10 ta maslahat. Buni xohlasangiz amal qiling yoki xohlasangiz amal qilmang. Agar buni teskarisini qiladigan bo'lsangiz, albatta advokatingiz bilan, demak, munosabatlaringiz yaxshilanadi. Birinchisi, xizmat haqqi bilan darhol rozi bo'lmang. Biz sharqona odamlarmiz-ku, to'g'rimi? Bozorda, boshqa joyga kirganda biz savdolashamiz-ku. Advokat bilan ham xuddi kartoshka olotgandek savdolashing. Savdolashing, o'zingizni haqligingizni ko'rsating. Agar shartnomaga rozi bo'lib, haqqiga rozi bo'lib qo'ysangiz ham 10 ga bo'lib to'lasangiz, bir cho'zib bersangiz ham bo'ladi. Advokat ham odammi? Ikkinchisi, shartnoma imzolagandan keyin advokatga har xil ko'rsatmalar, maslahatlar berishni boshlang. Ya'ni katta xolangizdan, katta tog'angizdan, ko'chadagi qo'shningizdan, yana nima, sartarosh, taksi haydovchisi hammasidan maslahatlarni olib advokatga nima qilishni o'rgatib turing. Bilasizmi, qachon telefon qilish kerak? Ishdan keyin soat 12 da, 1 da, 2 da yoki shanba, yakshanba kuni shu telefon qilib maslahatni berishni boshlang. Uchinchisi, advokatdan eng muhim ma'lumotlarni yashirishni boshlang. Dalillarni bermang, o'zingizcha ertanglar to'qib turib aytib bering. Agar jinoyat bo'lsa, jinoyat tergovda bo'ladigan bo'lsa, bir ertaga aytib bering. Unga mana shunaqa bo'luvdi, bunaqa bo'luvdi deb joyini topa olmay qolsin. Nima qilishi, gapirishi, pozitsiyasini belgilay olmasdan bir aldab tashlash kerak. Yengani haqiqiy dalillarni yashirib qo'yish kerak. Ana o'shanda advokatga munosabat garantiya 100% buziladi. Advokatga hech qanaqa yordam bermang. Advokat belgilagan vaqtga kelmang. Advokat mana shunaqa paytda qo'ng'iroq qilasan degan qo'ng'iroq qilmang. Mana bu hujjatlarni berishingiz kerak deyotgan bo'lsa, bermang. Hamma narsasini teskarini qilish kerak. Beshinchisi, har bir harakati uchun hisobot talab qiling. Har kuni telefon qilish kerak. Nima qilding bugun? Qanaqa ishga bording? Nimalarni ko'rsatmoqchisan? O'zi harakat qilyapsanmi, yo'qmi? Mamlakat qonun bo'yicha mamlaqa narsa qilish kerak. Bunaqa qonun bo'yicha bunaqa qilish kerak. Hamma narsani, demak, teskarisini qilishni boshlang. 6-inchisi, gonorarni o'z vaqtida to'lamang. Masalan, ishi yutib chiqdi. Ishi yutgan, siz kelishuv qilgansiz, ishi yutib chiqsa, mana shuncha gonorar berishim kerak. Bo'ldi, telefonni o'chirib tashlang. Nima qilasiz? Apellyatsiya, kassatsiya deb qaytib telefon qilib o'tirmang. Yutqizasizmi, boshqasimi, sizga farqi yo'q-ku. Gonorarni bermang. Gonorarni sudlashib olayotganda ham shu qarg'ab tashlang. Chunki kelishuv bo'lgan, siz lafsizda turishingiz kerak emas-ku. Lafsizda turish degan narsa advokat uchun. Advokat kim bo'pti? To'g'rimi? Siz hech qachon lafsizda turmang. Aytgan gapingizga javob bermang. Advokatni aldang. Advokat ham odammi? 7-inchisi, shartnomani bitta yo'nalish bo'yicha tuzgansiz, yo'l-yo'lakay boshqa muammolaringizni ham hal qiling. Vaqtini aytaman, qachon? Ishdan keyin soat 12 da telefon qilib bir boshini qotirsangiz, 100% garantiya munosabatlaringiz buziladi. 8-inchisi, advokatni doim qo'rqitib turish kerak. Ustingdan shikoyat qilaman,
nima qilyapsan o'zi, har doim ustidan shikoyat qilish va boshqa narsalar bo'yicha provokatsiya qilib uni qo'rqitib turish kerak, to'g'rimi? Shunaqa narsalarni bajarsangiz 100% munosabatlar buziladi. 9-si, qarshi tomon boru, sizga qarama-qarshi tomon, to'g'rimi? O'shalar bilan munosabatlarni 100% buzing. Ular bilan janjallashing. Ular bilan hech qanaqa kelishuvga bormayman deng. O'zingizni g'ururingiz, o'zingizda qanaqandir yasab olgan bir qadringizni ko'rsatib qo'ying. Ularga ko'rsatib qo'yish uchun advokat olgansiz, to'g'rimi? Shu narsalarni hammasini qiling. Hech qanaqa kelishuv, hech qanaqa bir o'rtada bir tinch yo'l bilan hal qilish bo'yicha hech qanaqa nima desa bo'ladi, bir imkoniyat qoldirmang. 10-si, ishni boshidanoq kafolatni talab qiling. Har bitta ishda kafolat bo'lish kerak, to'g'rimi? Har bitta ishda sudda qanaqa qilib yutib chiqish bo'yicha 100% kafolat bermaguncha advokatda joying, nima desa bo'ladi, joniga tegib telefon qilavering, san menga kafolat berishing kerak. San bir advokatsan. San hamma narsani oldindan bilishing kerak. San Nostradamussan degan narsalarni gapirib tashlang advokatga. Endi eng asosiysi xulosa qismiga o'taman. Agar ishingiz yutib chiqilsa, bu sizning omadingiz. Agar ish yutqizilsa, 100% advokat aybdor bo'ladi. Do'stlar, bu albatta hazil edi. Men o'zimdagi ozgina dardlarimni, boshqa advokatlarning dardlarini bir hazil qilib, sarkazm qilib sizlarga yetkazishga harakat qildim. Bu maslahatlar 100% zararli. Agar siz shunga amal qilmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, bu sizni xohish irodangizga bog'liq. Xohlasangiz amal qiling, xohlasangiz amal qilmang. Lekin shu maslahatlarni 100% 180 gradusga teskarisini qiladigan bo'lsangiz, advokatlar bilan munosabatlaringiz yaxshilanadi. Advokat bilan yaxshi bo'lgan munosabat sizni ishingizni unumdor bo'lishiga, sizni yutib chiqishingizga ancha yo'lni ochib beradi. Do'stim, bu videoga like bosish ham shart emas. Siz o'sha qalang-qasangi har xil oldi-qochdi videolarga like bosavering. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.